Assalomu alaykum. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, xodimlarda 15% dan 20% gacha bo'lgan qismi dastlabki ish yilining 6 oygacha bo'lgan muddatda ishdan ketishadi. Xo'p, 1 yilgacha bo'lgan muddatga kelib esa, o'sha qolgan xodimlarda 25-30% ishdan ketadi. 3 yilgacha bo'lgan xodimlarda 40% ishdan ketish xavfi yuqori bo'ladi. Yana hozirgi davr o'zini tendensiyasi bo'yicha agar xodim raqamli texnologiyalardan yaxshi foydalanadigan bo'lsa, unda ishdan ketish, ya'ni ishni tez almashtirish ehtimolligi yuqoriligicha qoladi. Xo'p, shu vaziyatlarda aksariyat holatlarda xodimlar har yilgi mehnat ta'tilidan foydalanmay qolishi mumkin. Shuning uchun har yilgi mehnat ta'tilini summasini hisoblab chiqarish tartibini sizlarga o'rgataman. Xo'p, amaldagi mehnat kodeksi bo'yicha eng kam har yilgi mehnat ta'tilining davomiyligi 21 kun hisoblanadi. Bunda agar mehnat ta'tili olinishi yoki olinmasligidan qat'iy nazar to'lov qilinadi, o'rtacha ish haqi hisobida. Lekin bunda yakshanba kunlari ayirbashlanadi. Odatiy holatda bu 3 kunni tashkil qiladi. Xo'p, endi qaraydigan bo'lsak, har kunlik summani keltirib chiqarish keladi va bizga to'lanadigan har yilgi mehnat ta'tili, ya'ni отпускнойdi yoki bo'lmasa расчетнойdi qaysi summadan kelib chiqishini hisoblab beramiz. Xo'p, xodim deylik 6 oygacha bo'lgan muddatda ishladi. Nima qilamiz? 7-oyda xodim bo'shab ketyapti. Xodimni har bir oyda olgan oylik ish haqi, unga qo'shilgan mukofot pullari, KPI to'lovlarini hisoblab chiqamiz. Misol uchun bu oyda xodim 7 oy ishlab 7 million so'm pul topgan, bu oyda 6 million so'm, bu oyda 5 million so'm, bu oyda 8 million so'm, bu oyda 9 million so'm, bu oyda 5 million so'm pul topgan. Jami hammasini qo'shib chiqamiz. 5, 5, 10, 17, hop, 23, hop, 32, 40. 40 million so'm. Endi 40 million so'mni ishlangan oylarga bo'lib chiqamiz. Ya'ni 6 ga. Hop. 6 kora 6, 36, 4, 6, 4, yana 36. Hop. 6. Ya'ni 6,5 million so'm atrofida pul chiqadi. Demak, xodimning o'rtacha oylik ish haqi 6,5 million so'm. Shuni inobatga olish kerak. Har yilgi mehnat ta'tilini kompensatsiya qilayotganda yoki uni to'lovlarini hisobga chiqarayotganda o'rtacha ish haqidan kelib chiqib hisoblanadi. O'rtacha ish haqining tarkibiga xodimning aqlatidan tashqari u olgan mukofot pullari ham kiritilishi kerak bo'ladi. Xo'p, 6,5 million so'mda endi bizga o'rtacha oylik ish haqi ma'lum bo'ldi. Endi bizga o'rtacha kunlik ish haqi kerak. Sababi 18 kun pul to'lanadigan 18 kunga qancha pul olishimizni aniqlash uchun. 6,5 million so'mni bo'lamiz 25 ga 3 ga. 25 3 ga bo'lamiz. Hozir buni kompyuter telefonda qilmasam kallam yetmaydi. Xo'p, xodimning o'rtacha oylik ish haqi 6,5 million so'm. Xo'p, kunlik o'rtacha ish haqini topish uchun buni 25 3 ga bo'lamiz. Natijada kunlik ish haqi mana shuncha chiqyapti. 256 million 916 ming so'm. Endi xodim 1 yil ishlab ketdi, 6 oy ishlab ketdi. 6 oy ishlab ketgan davr uchun ta'tillar u olish kerak bo'lgan ta'tillar hisob chiqaramiz. Xo'p. 21 kun ta'til olish kerak dedik xodimni. 21 ni bo'lamiz 12 ga. O'rtacha 1.75 dan chiqadi. Agar xodim ishlagan davrda mana shu taqsimot, endi 1.75 ni 6 ga ko'paytiramiz. Agar 6 ga ko'paytirganda natija 0.5 qoldiqdan ko'p yoki 0.5 qoldiq chiqadigan bo'lsa, yana bitta oy qo'shiladi. Agar undan kam chiqadigan bo'lsa, u oy hisobga olinmaydi. Xo'p. 6 ko'paytiramiz 1.75. 10,5 chiqibdi. Demak, agar xodim to'liq 6 oy ishlagan bo'lsa, unda 11 kun mehnat ta'tili olish imkoniyati bo'ladi. 11 kunda, misol uchun, xodim ta'tilga chiqmadi. Endi kompensatsiya qilyapmiz. Kompensatsiya qilishda o'sha yilda ta'til berishdan farqli ravishda faqatgina bitta yakshanbani ayirishimiz mumkin. Ya'ni buni ichida 7 lik taqsimotda bitta yakshanba bo'ladi. Agar ta'tilga chiqadigan bo'lgan taqdirda biz 14 kun ichida 3 ta yakshanba holatlari bo'lish holatlarini kuzatishimiz mumkin edi. Xo'p, demak, xodimda bitta pul to'lanmaydigan kun bor. Demak, unga 10 kunga pul to'lashimiz to'g'ri keladi. Boya 6,5 million so'mni 6,5 million so'mni 25 3 ga bo'lish orqali kunlik 256 million 256 ming so'm 916 so'mni chiqargan bo'lsak, endi buni ko'paytiramiz 10 ga. 2 million 569 ming 169 so'm bu xodimning расчетный puli. Ya'ni 6 oy ishlagan xodimga mana shuncha summada to'lov
hisob kitoblari qilinishi kerak bo'ladi. Foydalanmagan har yillik mehnat ta'tilini kompensatsiya qilish maqsadida.